Assalomu alaykum aziz obunachilar, ilon baliq boqishga qiziqadigan akalarim, ukalarim. Bu videoni ogohlik videosi deb boshlaymiz. Nimaga sabab? Mana har kim daromad qilishlik uchun, yaxshi niyatlar uchun matchli ilon baliqlari bilmadim endi kimlardandir, qayerlardandir olishyapti. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Balki olgan balig'inglar ikrasini qo'yib bo'lgandir. Sotgan odam ham to'g'ri, balki aten qilmas, balki insonni bilib bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha olgan balig'inglar ikra qo'ygan bo'lsa, ketgan vaqtinglar, umringlarga isrof bo'lib qoladi. Shuning uchun har doim ehtiyot bo'linglar. Mana xudo xolasa bizni ilon baliqlarimiz ikra tashadi. Mana kamerada qanchalik ko'rinyapti. Diqqat bilan qarasanglar, mayda bo'lib tuxumlari turibdi akalar. Mana shu joyda, mana yoniga onasi ham keldi. Mana hujum qilmoqchi. Ehtiyot bo'lasizlar. Mana onasi. Odamni qo'rqitib yuboradi ham. Bu yoqda mana xudo xolasa ikkinchisi. Bu yoqda qanchalik ko'rinadi bilmayman. Suv o'tlarining yonida mana. Mayda dumaloq turgan, katta bo'lib ikrasini tashagan. Shuning uchun har kim yaxshi niyat qiladi, matchni ilon baliq, ona baliq qilib jup qilib tashiyman. O'zimni hovuzimda shunaqa ikra tashasa, men ham daromadga chiqaman 1 yilda deb turib niyat qilasizlar. To'g'ri, hammasi yaxshi niyat yaxshi, lekin ehtiyot bo'linglar. Men har doim videoda aytib o'tgandek, bu ilon baliq, qolgan baliqlar-ku mayli, ayolini erkagini ajratish juda ham bir oson ekan. Meni tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman. Balki bordir, bittada ko'rib 100% ajratiladigan. Qachonki 2 kilodan 3 kilodan oshig'i bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'rib ajratsa bo'lar ekan. Undan yoshlari 1 kilolik, 1,5 kilo, 2 kiloliklari qiyin ekan. Qaysi biri ayoli, qaysi biri erkagini ajratishlik. Shuning uchun ogoh bo'lasizlar. Har doim agar matchli baliq olmoqchi bo'lsanglar, kilosi ko'pidan, ya'ni 5 kilo, 6 kiloligi bo'ladigan bo'lsa, o'sha balig'i may oyida emas, даже 1 oy oldin, 2 oy oldin olinglar. Hozir mana may oylarida olasizlar yoki keyingi kelasi oyda olasizlar, o'sha bilmaysizlar, uni ikra tashab, o'sha bolasini olib bo'lganmi yoki sotgan odam ham xudo biladi, xullas. Yaxshi gumonda bo'lamiz. Shuning uchun ogoh bo'linglar akalar. Bizni kuzatishda davom etsanglar, shu ilon baliqqa tegishli bo'lgan xudo xolasa videolar qo'yib boramiz. Mana katta baliqlar 5 kilo, 6 kilolik. Olsanglar, mana shunaqa matchli baliqlardan olinglar. Men endi ko'pchilik internetlarda kuzatyapman. Mana shu 1 kilomi nima 500 grammlik baliqlari matchni qilib turib, jup qilib turib sotishyapti. U xato akalar. Shuning uchun 1 yilda daromadga chiqmasligingiz mumkin. Eng yaxshisi iloji bo'lsa, kichkina lichinkalarini boqsanglar, sizlari imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. To'g'ri, 1 yilda misol uchun eng katta bo'lsa, oldi 1 kilogacha boradi ba'zilari. Aksariyati 500 gram, 400 gram, shu 600 gram atrofida bo'ladi aksariyati. Xohlalar keyingi yilga erta bahorga yoki o'sha noyabr oylariga, oktyabr oylariga sotib yuboringlar misol uchun. O'sha qay holatga kelgan bo'lsa, misol 500 gram bo'ldimi, 600 gram bo'ldimi, sotib yuboringlar. Bo'lmasam, keyingi yilga o'zingizlarga olib qo'yadigan bo'lsanglar, xudo xolasa lichinka o'zingizlardan chiqib keladi. Agar kimga lichinka kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bizda ko'rsatib o'taman. Lichinkalarimiz ham bor. Mana bu yoqda 2 hafta, 3 haftaliklari mana. Kamerada ko'rinadimi, yo'qmi bilmadim. 2 hafta, 3 haftaliklari. Bu tomonida, mana bu tomonida 1 haftadan ozgina o'tgan. Mana 1 haftadan ozgina o'tgan. Akalar, bu yerda soni nechta deb o'ylaysizlar mana? Bu yerda sanash imkoniyati yo'q. Bunda chamada ko'rganimizda kamida 1000 ta, 1,5 mingta ilon baliq lichinkasi bor. Keyin yana bir narsa eslatma, yaxshi niyat qilib lichinkasini olyapsizlarmi? Endi bu lichinkasi asosan bizda ikradan chiqqaniga shu 5 kun, 6 kun bo'lganligi sotiladi. Mana ko'rib turibsizlar, quyosh shunday tushadi. O'shanda ustki qismi nozik bo'ladi ilon baliq lichinkalarini. Shikastlab qo'ymaslik uchun, kuydirib qo'ymaslik uchun mana bunaqa setkalar qilib qo'yganman. Sababi quyosh to'g'ridan to'g'ri tushmaslik uchun. Bu yoqda mana oddiy uy pardasi, kerak emas, bironta bir shunaqa havo o'tkazadigan narsa bo'lsa, shuni qo'yib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Avvalambor lichinkani kichkina hovuzda boqasiz, suvini ko'p to'ldirib yormaysiz. Dafna degan shunaqa lichinkalar uchun
ozuqasini to'ldirib tashlab qo'yasizlar. Va tashlab qo'yganlardan keyin 2 hafta, 3 hafta boqadigan bo'lsanglar, 2 sm, 3 sm dan katta bo'ladi. Keyin mana bunaqa katta hovuzinglar bo'ladigan bo'lsa yoki yerdan kovlangan hovuzinglar bo'ladigan bo'lsa, shunga tashlab qo'ysanglar, Xudo xolasa natijasi yomon bo'lmaydi. O'sha niyat qilgan niyatingizga albatta yetasizlar. Yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Lichinkasini misol bizdan olasizmi, boshqadan olasizmi? Shuni hisobga oling. Misol uchun bitta partiya hisoblanadi. Bitta partiyasi 3000 ta, misol 2000 ta bo'ladigan bo'lsa, 100% asrab qola olmaysiz. Yo'qotishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunda 60-70% hisoblab o'sha hisobingizda yurasiz. 100% saqlab qolish imkoniyati bo'lmaydi. Keyin 1 yilda, ya'ni shu mana may oyida misol uchun lichinkalari boqib, keyin katta ko'lga tashladingizmi? Mana shunaqa katta ko'lga yoki bo'lmasam basseynga demoqchiman. Basseynga yoki kattaroq o'zingizni ko'lingiz bo'ladigan bo'lsa tashlagan bo'lsangiz, 1 yilda hech qachon 2 kilolik yoki 1,5 kilolik bo'lib qolmaydi. Oldi 1 kilo bo'ladi. Asosan 600 gram, 700 gram. Bizi tajribamizdan kelib chiqqan holatda aytaman har doim. Shuning uchun xohlang 1 yil ichida sotib oling, xohlang o'zingizga imkoniyatingizni ko'paytirgan holatda keyingi yilga olib qo'ying. Misol nechta qolgan bo'lsa, 1000 tami, 2000 tami keyingi yilga Xudo xolasa natijasi bundan-da zo'r bo'ladi. Ukalar, kimga shunaqa ilon baliq lichinkalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Telegram kanalimizni ham ochib qo'ydik, gruppalarimiz ham bor. Ilon baliq Toshkent deb yozsanglar chiqib keladi. Qo'limizdan kelganicha ma'lumotlar berib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, doim ilohim niyatlariga yetib yursin. Kuninglar xayrli o'tsin.